yiqilib hushingizdan ketibsiz deb eshitdim. Laychalarimizni jo'natibsiz. Qopib ketishdi. Farhod aka, o'zi hayot qiyin. Yashash stress. Siz ham meni qiynamang, iltimos. Mazza qilib yashasak-chi. Nomini nima qo'yamiz? Noodatiy ism qo'yish kerak. Rasul Sohiymi? O'zingizni tiqishingiz shart-a? Dildoraxon bormi-la? Chiqib ketuvdi, hozir kelib qoladi. Kutib turaman unda pastda. Kiravering siz, hozir keladi. Tagi baqvatmi deyman-a? O'sha uchun kekkayib yurar ekanda bu Dildora. Kasaldan xabar olish savob deb yetib keldim. To'g'rirog'i ogohlantirgani keldim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Hammaga assalomu alaykum. Iye? Va alaykum Ana, assalom. polvon keldi-yu. Yaxshimisiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. Ke, o'tir-chi qani. Oyijon. Qalay, yaxshimisan? Rahmat. O'zinglar tuzumsizlar? Yaxshi kelyapsanmi? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qorin Nima ochmi, yangilik? to'qmi? Shundan gapir. Och. Tinchlikmi? Biroz yuragim sanchib qoldi. Siz o'tirib turing, men doringizni olib chiqaman. Mana. Mana buni ichib oling. Boyim. Ana va labi do'rdog'ni qayerdan topdingiz? Dildorani aytyapsizmi? O'sha menga umuman yoqmaydi. U meni do'stimmi qizi? Sobiq shogirdimmi? Xotini bo'ladi. Bilasiz-ku, nima shon o'tirganimni. Bilaman. Lekin qachongacha chidayman, bilmayman. O'ch olib bo'lgan bo'lsangiz keta qolsin endi. Judayam o'ziga bino qo'ygan qiz ekan. Chunki u qimorozi qizi bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qachon qutulamiz? Bir oydan keyin. Loyiha menga o'tsin. Ana o'shandan keyin javobini beramiz. U loyiha sizga o'tmaydi. Umidingizni uzing. Afzal sizga bermaydi. Beradi. Hali ko'rasiz. Yalinib keladi. Men bekordan bekorga uni xotinini ushlab o'tirmayapman. Menga zarur kelibdimi? Shuncha pullarni havoga sovurib. Agar shu ishni uddasidan chiqsangiz, qoyil qolardim. Nazokat bonu. Siz meni haliyam yaxshi bilmas ekansiz. Agar meni yaxshi ko'rsam, jonimni beraman.
yomon ko'rsam yanchmagunimcha qo'ymayman. Sizdan qo'rqish kerak. Men shunaqaman. Bir umr kurashib yashagan odamman. Ish qilib meni yomon ko'rib qolmaysizmi? Menga yolg'on gapirmasangiz bo'ldi. Qolgan hammasini kechiraman. Yolg'onlar ichida yashayapsan. Buni bilsang nima bo'larkin, a? Mana aytdim-ku keladi deb. O'zim kutib o'tirgandim. Bolam bechorani qorni och qolib, hozir keladi deb. Qalay? Bizlar siz maza qilib o'tiribsizlarmi? Topding. Daday menga tex ochib beryaptilar. Qanaqa sex? Bekor yurmasin, ish bilan band bo'lsin. Oyi, qo'ying shunaqa ishlarni. Tavba qil. Nima? Faqat sizlar ishlaysizlarmi? Men ishlasam nima qiladi? Rahbar xonim bo'lib yursam, nima sen? Bekor yurgandan ko'ra ishlasin. Shuncha pul yo'qotganimiz yetmadimi? Endi nima qilay? Qonunni ichida ishlayapti-yu. Qoningizni men ichdimmi yo ko'chadagilar ichdimi? Voy, bo'ldi, yana shu mavzuma tavba qildim. Shirinlik yeysanmi? Yeyman. Siz yedingizmi? Ha? Bermadi o'ying. Bermadilarmi? Senga olib qo'ydim-da o'g'lim. Menga beraman debdilar-da. Ana. O. Qani. Qani Yo'q, dada, yo'q, qani. Shirin ekanmi? Rostni o'zingiz pishirdingizmi? Yo'q. Iloncha bor-u, iloncha. Pishirib jo'natib yuboribdi. Bo'ldi, bitta savolim O'zim pishiraman-da, bolam. Kim pishiradi boshqa? Bilasan-u? Dada, rostni yeb ko'rmadingizmi? Yeb ko'rchi. Yeb ko'ring. Oy, lekin agar sexingizda shunaqa shirinlik chiqsa, savdomiz yaxshi bo'ladi. O'z brendimni shakllantiraman, hali qarab turinglar. Faqat sendan bir yordam kerak, o'g'lim. Xo'sh. Ana shirinlik uchun maxsus qutichalar bo'ladi-yu. Hop. Shunaqalarni tayyorlab berasan-a? Hamma qutilarning ustiga Bay sohiba deb yozilgan bo'ladi. Va ustiga meni logotipim yozilgan bo'ladi. Kelishgandik-ku, SR deb yozamiz logotipga. O'ylab ko'rdim. Nega sizni familiyangizni yo ismingizni yozishim kerak? Sizning aloqangiz yo'q. Onang o'zini biznes lady deb tutib yuribdi, qaragin. Qoyili. O hozirdan shundaymi? Har bir shirinligimiz maxsus qadoqda o'z egasiga yetib borishi shart. Yaxshi fikr. Faqat endi logotipni yasash kerak xolos. Sen ustasanmi? Yasab bergin. Endi arzon turmaydigan narsada mayli. Ha, otasini o'g'li. Ha? Mayli, pulini to'larmiz. Yo'q, unga pul kerak emas. Shirinlik, har kuni uyimga shirinlik jo'natasiz. Bo'ldi, har kuni. Har kun shirinlik yerkansan-da. Kunda kunora. O'zi do'stingiz kim? Nima ish qiladi? O'zi taga kelib chiqishi oshpaz. Hozir qimorvoz. Lekin yaxshigina puli bor. Rostdan puli bormi? Yoki o'zini shunaqa ko'rsatadimi? Bor. Xotini o'lgan. Beva, tanishtirib qo'ysak. Shuning uchun ham uni menga havas kelyapti. Ha, mabodo u bu dugonangiz yo'qmi? Tanishtirib qo'ysak.
Meni dugonalarim chollarga yerga tegishmaydi. Men sizni sevib qolganimdan ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Hech narsaga qaramasdan shartta turmushga chiqdim. Hamma ham bunaqa harakat qila olmaydi. Meni tanishlarim ichida faqat men shunaqa qilaman. Ey Bonu sizni shuning uchun ham qadrlayman-da. Meni bor butum hammasi sizniki. Bilaman. Shunaqa o'tiraveramizmi? Ketdik, kech qolamiz. Esimdan chiqib qolib. Ketdik gulim, ketdik. Yuring. Qani, yuring. Eshitishimga qaraganda to'polon qilib yurganmisan. Ha, kuyovingiz bilan ozgina gap talashib qoldik. Nima? Kuyov keldimi oldingga? Ha. Nima deydi yaramas? Ha, endi nima derdi? Xotinimni tinch qo'y deydi-da. Hali ham xotindan umid qilayotgan ekanmi? Endi esiga tushib qopti-da. Yaxshilab ta'zirini berib qo'ydingmi? Ha. Hali beri o'ziga kela olmasa kerak. Yaxshi qilibsan. Qizimni oldida o'ralashmasin. Meni deb ketdi. Said bilan urushgan bo'lsa, demak hali ham meni sevadi. Yaqinda meni olib ketsa kerak. Demak hali ham ko'ngli bor. Mana shuni sal katta ko'rinadigan shaklidan yo'qmi? Mana. Rangi qanaqa bo'lsin? Pushti. Yozuvlari esa yo oq, yo to'q pushti qilamiz. Hozir. Bo'ladimi? Katta harfda S harfini yoz. Xo'p. Keyin qadoq ustini pushti lenta bilan bog'laymiz. Yaxshi o'ylabsiz. Hozir mahsulotni dizayneri birinchi o'rinda baribir. Necha yildan buyon xayollarimda shu haqida o'ylardim. Amalga oshmasa kerak deb o'ylardim. Lekin qara, amalga oshyapti. Agar eringizni pul bo'lmaganda balki hali ham amalga oshmagan bo'larmidi? O'shanda ham dadangning pullari yo'q edi. Er-xotin ikkalamiz oyoqqa turdik. Dadangning pullari ko'payib ketgandan keyin ishlama, uyda o'tir, nima qilasan ishlab dedilar. Men ham bo'pti, malikalardek yashayman deb ishlamasdan uyda o'tirdim. Lekin endi fikrlarim o'zgardi. Hayotda maqsad bo'lish kerak ekan. Men maqsadimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Endi o'zimga keldim. To'g'ri. Endi vaqtingiz bor. Ko'nglingiz tusagan ishni qilishingiz mumkin. Endi o'zim uchun yashayman, bolam. Sen ham o'zing uchun yasha. Mana, tayyor bo'ldi. Ko'ringchi. Sal o'zgartiramizmi? Mayli. Xo'sh. Ana, mana uni ko'r. Shunimi? Shu rangini ham bitta ko'ringchi. Tushdi-yu. Qani ona bola, nima qilyapsizlar? Xo'sh. Nima deysiz? Yaxshi, chiroyli chiqibdi. Xullas, shu logotipni ishlatamiz. Oyimga ham yoqdi. Qalay onasi, yoqdimi? Menimcha mana bu yozuvni o'zgartirish kerak. Buni kattaroq, chiroyliroq qilib yozish kerak. Ko'zga tashlanadigan shriftni o'zgartirib, shunda menimcha mijoziylar ham ko'proq bo'ladi.
Qolmang oyi. Voy keldingmi qizim? Ha, keldim. Nima bo'ldi? Tinchlik. Nazigot bilan gaplashib keldim. Ha, Ish qilib, erim bilib qolmasin-da. Agar bu uy meni nomimda ekanligini bilib qolsa, yomon to'polon bo'ladi, oyi. nima bo'lardi? Aytur, joningni olarmidi? O'lsin o'sha ering. Men-ku aytishga aytaveraman. Lekin nazokatga ziyon bo'ladi. Agar chol surishtirsa, tagi chiqadi. Keyin kim qildi? Nazokat qildi bo'ladi. To qochib ketguncha jim yurmoqchimisizlar? Shunaqa. Mayli. Cholni shuncha uyi bor-a. Aynan shu uy esiga tushib qolganini qarang. Lekin cholni avvaldan sezish xususiyati bor. Ering bir narsani bilmasa, barmog'ini uchini ham qimillatmaydi. Balo, balo. Oyi, endi bu yoqqa ehtiyot bo'lasiz-de. Agar men yo'qligimda biror bir kishi eshikni taqillatib kelsa, eshikni ochib ko'rmang. Xo'p? Voy o'le. Endi qo'rqib yasharkanmiz-da. Endi vaqtincha shunday qilganimiz ma'qul. Mayli qizim. O'rtog'ing bizga shuncha yordam berdi. Biz ham uni qiyin kunida yonida turib berishimiz kerak, bolam. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Ke, choy tayyor. Voy, hozir. Men kiyimimni almashtirib chiqay. Qizim, suv ber. Dada, uyga borib kelsak degandim. Nega? Bolalarning kitoblari qolib ketgan. Qizimni ham o'yinchoqlari qolib ketgan. Odam yubora qolaylik. Borib nima qilasan? Yo'q, o'zimiz borib olganimiz yaxshi. Begona odam nima qayerda turganini bilmasa, Shunga kunduz kuni borsang bo'lmaydimi? kunduzi nabirangiz darsda bo'ladi. Uy vazifalari bor, o'qituvchisi ruxsat bermaydi. Mayli, Said ketaman, olib keladi. Kerak emas, dada. O'zimiz boramiz. Saytga yana urushib yuradilar. Mayli. O'zingga qara. Faqat tez borib tez qaytinglar. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p, dada. Men unda bolalarni kiyintiray. Xo'p. Ha, Bonu. Xafa ko'rinasiz, tinchlikmi? Zerikdim. Bu yerdagilarni tanimayman. Ha. Men sizga hozir o'sha aytgan yigit bor-ku. Shuni tashirib qo'yaman. Hozir bir daqiqa. Ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Botirjon. Assalomu Mana o'sha aytgan hamkorimiz. Va alaykum assalom. Botirjon, kompaniyamizni mana shu ayol boshqaradi. Nazokatxon Botirovna. Tanishganimdan xursandman. Siz Sodiq Turg'unni ish ta'riflagandan ham go'zalroq ekansiz. Rahmat. Ha. Banu, mana shu yigit meni xorijdagi hamkorim bo'ladi.
butun mahsulotlarimizni chetga sotishga mana shu odam yordam beradi. Shunday go'zal ayol nahotki biznesni yaxshi tushunsa. Qoyil qoldim. Ustozim yaxshi. Sodiq Turg'unovich menga hamma narsani o'rgatyaptilar. Shunday. Yaxshi. Qani, stolga marhamat qilaylik. Men bir daqiqa. Qarab turing. Xo'p bo'ladi. O'z boshlang. Qani, kiringlar. dadam. Assalomu alaykum. Dada, yaxshimisiz? Ha, Dada, sizni sog'inib ketdik. men ham sog'indim. Yuzingizga nima qildi? Yiqilib tushdim. Yomon og'rimayaptimi? Yo'q, qizim, og'rigani yo'q. Asal qizim mana o'zimmi. Qani, ichkariga kiringlar-chi. Oyog'inglarni yechinglar. Kiringlar. Qani? Kiringlar ichkariga. Balki meni ham taklif qilarsiz. Eshik ochiq. Xohlasang ko'r. Shunaqa go'zal ayol Sodiq Turg'unovichni baxtli qiladi deb o'ylamagandim. Baxtlimikanlar? Buni Sodiq Turg'unovichning o'zlaridan so'rash kerak. Cholga qanday qilib chidayapsiz? Nima? Mendan gap olmoqchimisiz? Yo'q. Shunchaki sizga rahmim kelyapti. Shunday ayol mana bu odamni qo'lida uvol bo'lishini o'ylayapman. Menga achinmang. Xo'sh, Bonu. Zerikib qolmadinglarmi? Yo'q. Hamkoringiz zeriktirmayaptilar. Baraka toping, rahmat. Don ziki, don ziki. Don ziki. Mana. Aka xos kelaman. Ana uchrashib yurgan yigitingga aytib qo'y. Qadamini o'ylab bossin. O'ylab bosmasa nima qilasiz? Ey ahmoq, seni bolalaring bor. Buni qarang-a. Bola o'zini yo'lida. Meni o'zimmi shaxsiy hayotim bor. Tushundingizmi? Nima? Oilani hurmati yo'qmi? Nima endi begonalar bilan kafe yurasanmi? Nima qilay? Aza tutib uyda o'tiraymi? Shu kerakmi sizga? Ey, meni asabimga o'ynama. Nima? Saytiki bilan borib, yana urushib kelasizmi yoki kalta yeb kelasizmi? Ishing bo'lmasin. Men hech kimga bo'yin egmayman, tushundingmi? Oilamni ham, bolalarimni ham birovga berib qo'ymayman. Sizda bor la'nati g'urur. Menda ham bor. Otamda ham bor.
Agar hozir aqlingiz yig'masangiz, Xo'sh, keyin kech bo'ladi. sen o'zi bekor shu ishga aralashding. Nimaga otangning yonini olding? Otamni yoniga tushganim javobimni berishingizga sabab bo'la olmaydi. U meni otam, tushunyapsizmi? Ha nima? Darrov bir pasda yer topib beradimi o'sha otang? Javobingni olganingga 3 kun bo'lgani yo'q hali. Yoningga odam qo'yib berdimi? O'zi senlar shuni poylab yurgan ekansan-da. Mana bahona topildi. Siz bilan gaplashish befoyda ekan. Men afsuslanayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman, lekin yanglishibman. Sizga umuman oila kerak emas ekan. O'sha g'ururingiz bilan o'tiravering bir o'zingiz. Ha, men afsuslanmayman shunaqa. Bolalar, qani sizlar, yuringlar, ketamiz. Oyi, Ketdik. Kiyimlaringni tez ol, bo'la qol, yig'ishtir. Men buni ham. Dada bizni ko'rib turishga borasiz-a? Ha, boraman. dada, men sizni sog'inaman. Men ham sog'inaman, ona qizim. Qani, bo'ldimi? Xayrlashib bo'ldinglarmi? Ketdik. Birpas qolishsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, dadam poylab qoldilar. Xavotir oladilar. Kerak bo'lsa kutadilar. Dadam bilan o'ynamoqchi edim. Yo'q, qolmaysan. Oyi, yana ozgina qolaylik. Yo'q. Senlar dadingga kerak emassanlar. Kerak bo'lganinglarda ko'rgani borardi. 3 kundan beri bormayapti-yu. Ey, bolalarning oldida og'zingga qarab gapir. Men bolalarimdan kechganim yo'q. Kechmagan bo'lsangiz, yaqinda kechasiz. Mendan qanaqa qilib kechgan bo'lsangiz, bulardan ham shunaqa oson kechasiz. Tushundingizmi? Yuringlar. Qani, tushinglar oldimga. Bo'la qolinglar. Bu yigit meni sinayaptimi? Nega menga bunaqa gaplarni gapirib ketdi? Balki cholni o'zi yuborgandir. Bu yerda bir gap bor. Men ham xursandman. Chol biladi kimga uylanishni. Bu ayol uni pullariga turmushga chiqqan. Baxtsizligi ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Zo'rg'a chidayotgani aniq.
Men hozir ozgina suv Yaxshi, ichay. boring. Mabodo meni qidirib qolsangiz, mana shu raqamim. Sizni qidirishga hojat yo'q. Mabodo kerak bo'lib qolsangiz, Sodiq Turg'unovichdan so'rayman. Banu, nima bo'ldi? Uyga ketaylik. Uyda nima bor? Yana 1-2 soat o'tiraylik. Men charchadim. Toliqib qoldim. Mayli. Ketamiz, siz ketamiz. O'zi nimaga meni bu yerga olib keldingiz? Birortasini tanimayman. Hammasi odam ko'rmaganga o'xshaydi. Ey Banu. Meni gulimni ko'rib qo'ysin dedim-da. Ko'z qilgan olib keldingizmi? Ha? Bu ham meni obro'yimni oshiradi, Banu. Sodiqboy 70 yoshida shunday go'zal ayolga uylanibdi. Otasiga rahmat deydigan gaplar kerak. Tavba. Sizga shu obro' kerakmi? Kerak. Bu ham biznesni bir o'yini bo'ladi, Banu. Nimalarga qodir ekanligim ko'rsatib qo'yish kerak bularga. Ko'rsatib bo'ldingizmi? Ketaylik. Yaxshi, ketdik. Qani boshlang. Bizga endi ming bora uzr so'raymiz. Bu yerga yaxshi o'tirasizlar. Botirjon, bu yoqqa bir qarab turasiz o'zingiz. Endi biza Birpas o'tirsanglar bo'lardi. boshqa safar. Ularni men sizga ishondim. Qani Banu? Boshlang. Sog' bo'linglar. Botirjon, Mayli. yaxshi o'tiringlar, ha? Qani o'tiringlar. Bo'la qolinglar. Tuzukmisiz? Nima yordam bersam bo'ladi, Dildora? Menga hech kim yordam bera olmaydi, bilasizmi? Hamma narsaning iloji bor. Bizni holatimizda iloji yo'q. Hamma yo'llarimiz yopiq. Taqdir bizni ikki qirg'oqqa uloqtirib yubordi. Demak, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Bundan bir necha kun avval o'zimni butun oilam bor edi. Erim hamma istagimni bajarardi. Xohlagan narsamni olardim. Hamma aytganimni qilardi. Mendan baxtli ayol yo'q edi. Bugun esa na uyim bor, na oilam. Hech narsasiz qoldim.
Otamni uyida bolalarim bilan o'tiribman. Hech nimam qolmadi. Taqdir bir eshikni yopgan bo'lsa, boshqa eshikni albatta ochadi. Ochmasin o'sha eshikni. Menga o'z eshigim kerak. O'zi ahmoqman, ikkalamiz ham ahmoqmiz. U ham boshini egib olmaydi. Men esa otamdan voz kecholmayman. Ikki o'rtada bolalarim sarson. Boya ularni otasi bilan xayrlashganini ko'rmadingiz-da. Men bolalarimni eng aziz insonidan ayirdim. O'zimdan nafratlanib ketyapman. Bo'ldi. O'zingizni bosing. Bolalaringiz bir kun albatta tushunishadi. Sizda ayb yo'qligini bilishadi. Lekin kechirishmaydi. Kechirishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, o'tiring. Men qaranglar, ertaga ham kun bor-u. Bo'ldi dada, ozgina qoldi. Men qara, akkeling kutib o'tiribdi-yu, uyingga bora qol. Bir pas jim turing. Ishlayapmiz, ko'rmayapsizmi? Boradi. Uyiga. Qo'ysangchi, ketsin. Dada, haydayapsizmi? Tavba qildim. Ha, haydayapman. Kelin og'iroyoq bo'lsa, bir o'zini yarim kechasi tashlab keldingmi? Unga balo ham urmaydi. To'ppa-to'g'ri. Kichkina iloncha. Xavotir olmang. U iloncha o'zini o'zi eplaydi. Yaxshi emas lekin. Tur, bor, tugat. Ertaga ofisda tugatasan. Biz ham dam olishimiz kerak. Ko'rdingiz. Bu ishlarni qilish qiyin emas. Ertaga qolgan tugatib qo'yib, keyin sizga yuboraman. Tanlasangiz, pechat berishga yuboraman, xo'p? Mayli oyijon. Sen oying bir biznes ochmasin ekanda, hammani ishlatish kerak, ha? Ajab bo'pti. Bo'pti, yaxshi dam olinglar. Dada, turmang. Kuzatmang. Bo'pti. Xo'p. Men ketdim. Ertaga vohliroqqa uxlab qolma. Xo'p. Yaxshi ko'rgan ovqatingni qilib qo'yaman. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Mayli, men Yaxshi ketdim. borgin. Yaxshi dam olinglar. Ko'rolmaysiz, a? Yo'q, endi borsin endi uyga. Kelin bitta o'zi o'tiribdi uyda. Yarim kechasi. Men ham bitta o'zim o'tirganman. Ha, endi sen chaqqonsan. Nahotki meni chaqqonligimni his qildingiz, a? Allo, Farhod aka, kelyapsizmi? Ha, ishlarim ko'payib ketib qoldi. Bir o'zim uyda o'tira olmayapman. Ko'zimga bir narsalar ko'rinib ketyapti. Tezroq keling. Ha, uchib bora olmayman-u. Hozir boraman. Qo'rqyapman axir. Tezroq keling. Xo'p, hozir boraman. Ketsang, hamma narsangni o'zing bilan olib ket. Hech narsang qolmasin.
jon niyatiga yetdi. Meni oilamni parokanda qildi. Oldingmi o'chingni? Shu kerakmidi senga? Mana. Mana, mag'lubman. Mana. Mana senga. Hammasi tamom. Maraz. İçimden zarba berdi. Lekin men endi unga rahm qilmayman. Meni qanaqa azoblagan bo'lsa, men ham xuddi shunday azoblayman. Hali hammangdan o'chimni olaman. Meni oilamni buzgan. Men qo'rqmayapman. Bu yerda hech kim yo'q. Qo'rqma Noza. Noza. Qo'rqma Nozima, qo'rqma. Shuni sen ham har qalay topa olmaysan ku enday. Sen ku yonimda. Ay. Ay. Ay, oyjon. Abonu, men bir daqiqa hozir. Tavba. Qanday qilib tushib qoldi meni sumkamga? O'zi solib qo'ygandir-da. Bu Botir deganlari men o'ylaganimdan ham aqlliroq ekan. Nozi? Nozi? Ey! Senga nima bo'ldi? Ey Nozi, nima bo'ldi senga? Ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Qani?
Men bu ahvolda sizga foydam tegadi deb o'ylamayman. Foyda istaymasa ham yonimda bo'lib maslahat berib turing. Oyi, Nozman mazasi yo'q. Kasalxonadamiz. Kela olasizmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bolamiz nobud bo'libdi. Qattiq yiqilsa. Doktorlar olib tashlashdi. Hazillashyapsiz a? Nimaga tushadi? Nimaga tushadi? O'zingiz. Nimaga tushib qoladi? Nozima bo'ldi. Senga hozir Nimaga aynan meni bolam? Nimaga? Nozima bo'ldi. Nima balo? Ilonchani uyidan ilon chiqdimi? Oy, men sizga kecha aytdim-ku. Uyga baxtliroq ketishim kerak dedimmi? Xursandmisiz oyijon? Nega xursand bo'lay? O'g'limni qiynaganingami? Ovqat pishirmay, och nahor qo'yganingami? Sen o'zi nimalar deyapsan? Esing joyidami? Iloncha Hello my friends, welcome back to our YouTube channel. In this video I am going to show you my daily lifestyle, and now you can see the sun is looking so beautiful and I am looking so beautiful. Now I am visiting you my solar panel system. I installed the solar panel system is recently. You can see here my solar panel system. This is my solar panel system. I used few days ago. The solar panel system the solar system is reduced my electrical bill because when I use the solar system I reduce my electrical bill due to I generate electricity at home with the help of the solar system. It's I have already paid the bill of electricity every month minimum $100 to $200 maximum. Now I have just bill of electricity $20 to $50. Almost I save my income of around almost maybe 70 to $170 save my income of solar panel system. And now I show you my vlog and my daily lifestyle and my village. You can see the beautiful looking of our village. I am living in the Pakistan and I am living in the Pakistan villages, not in a city. I live in the village because this nature is never asked me to leave him, because I am very happy to live in a natural you can see the most beautiful looking. Now you can see the most beautiful looking the background because it's so handsome and beautiful. Now I will show how many animals I have in my villages. You can see the animals. Now we go there and I will show my animals. I have multiple goats. You can see this is the cow, baby cow. This cow is not give us a milk. It is a simple cow. Now you can see here the two baby cow, three more baby cows. After of 1 year they are ready to give us the milk and ready to meet
you can see the beautiful looking. Now I am travel to my farmhouse. You can see my farmhouse. This is my first time to make a vlog in English language, because I am before I make a vlog, so many vlogs, but all the vlogs in Urdu local language. Now my father and my grandmother is waiting for me. I cannot see you, my father and my, because they don't want to go on camera. My father is ready. केड़ी एमरल हाँ तो एमरल में आखी वो आ जाती एमरल ही आ जाती तो दूई भी आ जाती है हाँ बस आ दूई दी कोई टेंशन नहीं आ लाभ जावे ना मैं दोनों आख छड़ी एमरल ही है तो दूई मेरे को पर्ची है शुगर वास्ते my father asked me to buying some medical for my grandmother because he have sugar problems in their lives. We use the medicine of Ambril. Ambril medicine is the best for the sugar. To when my grandmother have a high time the sugars, he reduced when they use when she used the Ambril medicine, the sugar was reduced as their normal routine. Someone, you can see the sunset is looking so beautiful. In our last vlog I will share you my animal is sick. This one my animal was sick. Now you can see here my beautiful animals and the most expensive. Now I will show you what's the animals, the price. I will share the price of every animals according to our villages and as a Pakistani prices. The UK USA base is the most expensive, but Pakistan is the low price. This one goat is just $200 and this one is $220, $250. This one is this one is $150. This one is $150 almost, and this one is $200 because there is a breed is so expensive and this breed is so expensive, and this one is almost $500. This one, and this is just almost $300, and this one is $100, and this one almost my all the animals is average price is almost $4,000. My animal prices. Now my father is here to take care of all the animals, because we don't know how to take care of the animals. My father is now how to take care about the animals when he gives him to eat, and when he gives the drink of water. He have full information about the animals, means he have PhD in the animals farming. We don't know about the animal farming. We just give him to money for the animal farmings, and they buy the goats and they will make a good production for our animal. Now you can see the few animals is eating the food, their food
here. And I am making the vlog. It is my first time to making a vlog in English language. I hope you will understand and you will enjoy my vlog. I hope I will make more vlogs about in English language. My English is so weak, but I will try to my best make a good vlog for and informative vlog. This is animal. अब अफजल भाग गया अपने नेट से अफजल नेट से क्या रियाती है वे एक बिरा जावे दूआ बिरा ना जावे मैं नहीं दसो आज मैं ही चला जाऊंगा हां क्या करना है सचिन भाई है ना 2 मिनट Now I am asked हाँ हाँ भाई बात तसल्ली बख्श गल हाँ यही है यही है My father asked me I asked to my father to go and play the volleyball. It is the volleyball is the most popular in our country Pakistan, and we play the volleyball. Volleyball is our favorite video. Volleyball is our favorite thing, favorite play. We play the volleyball with so excitement, and the volleyball is give us to best exercise when we throw the ball and when we come back. Now I am traveling to go. Now I am traveling to go to playing the volleyball. You can see the here some people is playing the volleyball. I am waiting. I am walking. I am walking to go there and play the volleyball. If they have a space to play with me, then I will play it together with him, with both of them. If they don't have a space, I will watch their games and enjoy them. When I'm making a vlog in English language, some people are watching me is so some people are watching me as something is the different is happening here of making a vlog like that. When he see at first time someone is making the vlogs, because our villages and our local cities don't have any vlogger to make a vlog videos and share their lifestyles, because don't have he joking me to how to make a vlog. We are crossing the road and everything, because they jokes me you don't going viral when you have the making the vlog in English language and the local language, because you don't have the experience and you don't have the talent to make a vlog. But I am very sure that I have a talent to make a vlog, and I will share my lifestyle and people watch, and people is very happy to see to making a vlogs videos. I hope you will understand my language, because I don't have experience to make a videos in English language, because our local language is Urdu, and I will try to make a vlog in Urdu language. But it is my first time to make a vlog in English language. I will try to my best and making a vlog of beautiful scenes. I hope you will understand. Now you can see here my friends are playing the games. I am waiting. If they have a space, then I will play him together. You can see, and this is
my uncle hotel. This hotel is around about 1 to 4 canals area, required area, and they have most space. And you can see the time, the sun is the set. Now you can see this man is jokes me on because I am making a vlog. They guide me how to make a vlog, but he don't know how can make a vlog. हाँ चिंगे लेंदा पे मेरे हैं मेरे चिंगिया लेंदा पे अस्सलाम वालेकुम। पप्पू लगदा मैं नामना पवना है पप्पू। I asked him to you need me for winning the match. They have a lot of space now. I stop the vlog and play the game with his. Goodbye. I will see you in other vlog video.